Qizlarjonlar, kimga shunaqa egizak bolajonlar kerak? Yana bittalari qizaloq, bittalari o'g'il bola. Mana bulari qizaloq. Jinslarini ko'rdim, qizaloq mana. Ikkinchilari o'ynanib ketdi jonim bolam. Ikkinchilari bularni jinslari o'g'il bola. Qarang, ana o'g'il bolacha turibdi cho'chimlari. Pistoletlari chiroyli bo'lib. Bitta yo'ldoshdan bo'lgan. Bular ham homila ko'ruv, Doppler ko'ruvi, yurak eho ko'ruvlariga kelgan. Ikkala bolani ham Doppler, ham eho ko'ruvlardan o'tkazdik. Ochi bolajonimiz yaxshi. Lekin bittasini ozgina vesi kamroq, bilib oldingiz. O'g'il bolaniki sal kichikroq chiqyapti kilogrammi. Yaxshi yeb, dori-darmonlarni o'z vaqtida ichsangiz, yaxshi vaznli bo'ladi. Ham ozgina suvlarni miqdori ko'proq ekan. Siz yaqinda shamollaganmidingiz? Suv loyqa chiqyapti, opa, ozgina.